Salam oqsa avat diyardık yine Beşik Bazar'daki barcha mening filmlarimni yoqib ko'rgan barchangizlar sizlar uchun eng oliy katta xush xabarlarimizni deb keldik. Qanday xush xabar deb keldik? Beşik Bazar yangi bozorning o'rniga joylashgan. Yana yangi saqchiqning qarshi tarafidagi MD klubiga mushu 16-sida 17-sida 2 kun bizdeki dangliq el söygen, elni ham söygen naqshchi ustozimiz Ahmetcan Ro'za apandimni. Shunday-ku. Uning boshqa yana kim? Muradil Turg'un. Muradil Turg'un. Yana dangliq el ishini yetib chiqib atgan naqshchi, yosh naqshchimiz Muradil Turg'un apandimni 2 kun mushu MD klubiga alayda taklif qildi. Shunga mushu Beşik Bazar'dagi avatlaymizki, o'yin xumar do'stlarimizniki mushu bizning mushu o'ringa kelib turib, bir ishki oqshom fursatni chim turib, qas o'ynab ketishni chempionimiz o'tib, bu klubniki yangi ichida sababli nurg'unlar bilmasligi mumkin. Men adresini klubni ochgan bizning og'ayimiz yana bir qatim deb bersin. Bu klubning o'rni bo'lsa Beşik Bazar, yangi Paysoniki qarshi tarafida. Onunki men o'rin zakaz qilishlik nomerini bir davlatli. 155 99 73 14 55. Ahmetcan Ro'za apandimniki mush avatlayimizga tunji qatim kelishgan naqshlarini men o'zim shaxsan shunday yoqtirib anglayman. Yana boshqalarni ham nihoyat ilhom bilan zo'r bir xushalik ato qilishini men ishonaman, chunki bu odamniki talanti, o'zuvchilik bor. Allah haqiqatan söyleyen talantlı yaxshi naqshchi ham ustoz. Shunga bu shu 16-sida 17-sida 2 kun fursatni chim turib o'sha kelishlar chempion umidimiz kelib san ko'chimiz xayr xo'sh. Ondan boshqa Beşik Bazar'da to'y qilib, to'y ikkinchi diyorchani oilashini nerede tutsam bular deb ishlayotgan do'stlarimiz qolsa, shu bizniki Endi klubiga kelsalar, muvofiq bahada urlashtirib ishlarga yana sizlar uchun xizmat qilishga qo'limiz ko'chimiz shunaqa. Ma'quldan xayr xo'sh.